Uylar rostdan ham chuvalchang, ilon yeyishadimi? Hozir Xitoy street foodini ko'rib chiqamiz. Buni bilish uchun esa Xitoydagi ko'cha taomlarini ko'rsataman va shu bilan birga narxlarni ham bo'lishib o'taman. Shu joydan menga obuna bo'ling, chunki menda Xitoyda hayot va chet tilda ta'limni bo'lishib boraman. Kirishim bilan ko'zim shunaqa uzun cho'pga terilgan oktopus va kalmarlarga tushdi. Bularni yog'da qovurib, ustiga har xil achchiq ziravorlar solishadi va xuddi shunaqa uzun cho'plarda mol va qo'y go'shtini ham pishirishadi. Keyingi taom esa qovurilgan krablar. Bu katta idishlardagi lag'monlarni menimcha bir kun o'tirib ham tugata olmasa kerak. Bu lag'monlar har xil sabzavotlar bilan qovurilgan bo'lsa, bunisi qaynatilgan sho'rva bilan. Ustidagi to'rtburchak qizil narsa esa bu o'rdak qonidan qilingan. O'rdak qoni Xitoy oshxonasida mashhur va delikates hisoblanadi. Bu idishlarda esa to'la ulitkada pishirilgan. Ovqatlar juda ham ko'p. Masalan, katta qozonlarda har xil yog'da pishirilgan sabzavotlar bor, patirlar, turli hayvon ko'rinishidagi shirinliklar va boshqa taomlar ham mavjud. Yomon sassiq keladi. Bu mini mantilarni qarang. Mantilar shunaqa qora katta qozonlarda qovurib pishiriladi, ya'ni tagiga qovurilgan bo'ladi, usti esa dimlangan. Ichiga esa ko'pincha go'sht solishadi. Butun street foodni aylanib o'zimga shu qo'zqorinli manti oldim va menga esa bu o'zbek so'midan 10 ming so'mga tushdi. Achchiq, sal sho'rtayroq ta'mi bor. Aytgancha hech qanaqangi cho'chqani yog'ida qo'rilmagan, o'simlik yog'ida qo'rilgan ekan. 5 rate qilaman, qanaqadir wow taste emas.